qilmas ustozga. Stovuq ergashmas har holda g'ozga. Quloqlari obdan buralgay axir, dutoru tanbur ham tushguncha sozga. Mirzo Karim o'rtoqlar, Mirzo Karim. Chiroyli to'rtlik. Albatta bu yerda endi taqlid ham o'zini oqlaydi qachonki mahoratli bo'lsa, yoshlar yoki shu ergashuvchi ijodkor bu yerda o'zlarini o'tgan kunlariga bir nazar solib to'rtlikni yozgan bo'lsalar kerak shoir har holda. Chunki O'zbekiston xalq shoiri benazir ustoz, nihoyatda dilbar millatimiz ramzi Muhammad Yusufni shogird sifatida xalqimiz yaxshi biladi. Bugungi uchrashuv, bugungi farahli damlarda ulug' ustozimizni juft halollari muhtarama shoir opamiz Nazira salom kelganlar. Nazira opa xush kelibsiz, xush kelibsiz. Ko'rganimizdan xursandmiz. Bemalol qarsak chalib Nazira opamni olqishlab qo'ysak bo'ladi. Siz baxtli ayolsiz, shundoq bir ulug' insonning rafiqasi bo'lganligingiz uchun biz doim sizni ko'rsak Muhammad akamni ko'rgandek bo'lamizda. Endi albatta bu mavzu juda katta, lekin bugun qahramonimiz Mirzo Karim mana shu o'zi aytgandek quloqlarini bo'ragan paytlari bo'lganmi ustozni? Mirzo Karim sozlaguncha Muhammad akam. Assalomu alaykum. Mana shu kechadagi yangragan qo'shiqlardan ham Mirzo ukamizni qo'shiqchilik san'atiga qo'shgan hissasini tasavvur qilishimiz mumkin. Bu endi Mirzo bilan biz ko'p o'sha ijodiy safarlarda, boshqa uchrashuvlarga borganimizda men ayniqsa o'sha Mirzoning endi mashhur she'rlari juda ham ko'p, qo'shiq bo'lgan, bo'lmagan she'rlari ham juda ham ko'p. O'sha yoshlik bizni tashlab ketadi degan qo'shiqlardan men o'zim juda bir huzur qilaman, juda maza qilaman-da. Ajoyib xos. Mana shu yuzlab, minglab balki qo'shiqlarini, she'rlarini kuyga solgan hofizlarimiz o'sha mana shu shunga o'xshagan she'rlarini. Xullas kalom, men doim Mirzo ukamdan bitta she'r so'rayman. O'zlari biladi. Doim tadbirlarga borsak, boshqa qilsak, o'sha yashasin tinchlik degan juda ham bir ta'sirli she'rlari bor. Dunyoga qayta kelgandek bo'ladi odam. Men juda istardim bugun o'sha she'rni ham aytib berishlarini mana shu kechada. Endi ustoz shogirdlik munosabatlariga kelsak, men Mirzo ukamni to'g'risi eng sadoqatli shogirdlaridan deb bilaman. Negaki nafaqat o'zlarini borlarida, o'zlari bilan yaqin munosabatlari o'z yo'liga, lekin inson dorlamon kunlarida atrofida odam ko'p bo'ladi. Lekin keyinchalik mana boshimizga ancha-muncha mushkulotlar tushganda, yaxshi yomon kunlarimda, farzandlarimni uzatganimda, qolaversa o'sha farzandlarim farzandlik bo'lganida hatto o'sha yonimda turgan, doim yaxshi yomon kunlarimda xizmatimni qilgan ukam, o'zimni ukam desam bo'ladi. Men juda qarzdorman Mirzo ukamdan. Oqibat hammada ham bunday saqlanib qolmaydi, bilasiz. Juda ham oqibatli ukam. Men mana shu xislatlari uchun juda qadrlayman bu ukamni. Salomat bo'ling. Albatta kimga havas qilsa baribir qanaqadir ilohiy bir qudrat bo'ladi-da, quvvat o'tib o'xshab ham qoladi, o'xshab ketadi. Muhammad akamni ko'rganmiz, gaplashganmiz, nihoyatda kamtar edilar, Xudo rahmat qilsin va kamtarlik umr o'xshamasin, Mirzo Karimda ham bor. Siz yana qaysi jihatlarini ustoz shogirdga o'xshaydi? Men Mirzoni juda ham ko'p xislatlarini o'xshataman. O'sha insoniyliklarga boyib yetganingizdek, o'sha kamtarliklari juda ham og'ir vazmin va nima deymiz, har qanday paytda ham yoningizda turadigan bir haqiqiy sadoqatli shogird ukam bo'ladi. Faqatgina Muhammad akani shogird sifatida emas, o'zimni bir ukam sifatida qabul qilganman bu yigitni va doim ishonganman, suyanganman. Men shu ukamga yaxshi ko'raman. Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Kelganingiz uchun rahmat Nazira opa. Salomat bo'ling. O'ylaymizki, hali xushvaqt fursatlarida ko'p ko'rishamiz. Bizning ko'rsatuvimiz musiqa bilan vobasta.